Diqqat, shoshilinch tezkor xabar. O'zbek fuqarolari tayyor turing. O'zbekistonda seshanba oqshomidan boshlab haftaning oxirigacha xavfli davr boshlanadi. Barcha fuqarolar tezda ogoh bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. So'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta like va obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar videorolik oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling. Yerga kuchli magnit bo'roni yaqinlashmoqda. Ayrim insonlarda o'zini yomon his qilishi mumkin. Mutaxassislarning ma'lumotlariga ko'ra, kuchli magnit bo'roni seshanba kuni oqshomdan boshlab deyarli haftaning oxirigacha davom etishi kutilmoqda. Ob-havoga sezgir insonlarda quyidagi alomatlar kuzatilishi mumkin. Bosh og'rig'i, holsizlik, tez charchash, uyqu buzilishi. Shifokorlar bu davrda ko'proq suv ichishni, yetarlicha dam olishni, ortiqcha jismoniy zo'riqishdan saqlanishni tavsiya etmoqda. Azizlar, siz magnit bo'roni vaqtida o'zingizda qanday o'zgarishlarni sezasiz? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.